Ay qiz bugun boy qiz. Uxodeviy kosmetikalar olib keldim. Nimalar olganligimni ko'rsataman, sizlar pullarini taxmin qilinglar. Professional champion, professional balzam. Chechlarimiz sevaman-ku, bilasizlar-ku. Professional chachka sepadigan. Manaqa. Professionalio. Yog', manaqa. Cell by Cell'dan SPF. Hali ishlatib ko'rmaganman, lekin buni ham rosa maqtashdi. SPF. Bunisi toner. Qivalaman betimga. Eto namlantiradigan o kremo. Har bittasida deb kulaveraman. Qashinglar kelsa, sizlar ham kulinglar. Losyon, bu to'ldir bo'lasida, to'ldiriga pulim yetmadi, endi ozrog'idan olib turdim. Uy. Voy, yig'ini. Uy, nimcha hammasi narsa ekan. Jenoseldan Jeniski umival qavoldi. Manaqa shampunlar ham bor. Bularda hammasini bo'lsa doimgidek Lily Korean Cosmetics'dan oldim. Uxodeviy kosmetikalarimni doim Lily Korean'dan olaman. Nilufar o'zi chiroyli qilib ter beradi. Sizlarga ham kerak bo'lsa, olishinglar mumkin. Sinovimdan o'tgan, ishonchli. Keyin ko'zimni mana qilib gapirsam, qo'rqmanglar. Unchalik bo'lmanglar. Orada bir yuray-puray pishirib yeyinglar. Unchalik qo'rqib ketmanglar. Men sizlarga mana shunaqa videolar qilmasam zerikib qolasizlar. Qanaqa gapirish endi bu? Men bir mana shunaqa narsalar olmay ekan, tompog'im ketib qolar ekan. Lekin maza qildim. Boyman.